Salom do'stlar, sizlar bilan yana birgalikda men Pozitov Play. Bugungi videoda do'stlar sizlar bilan turli xil yangicha golemlarni ko'rib chiqamiz. Shuncha golemni men hozir terib chiqdim, birgalikda obzor qilaman. Xo'p, birinchi bizga yerdan qovoq kerak bo'ladi. Bunaqa golem head degan sehrli qovoq. Bu shuni yaratadi. Okey, qani ketdik. Ikkinchisi o'ynali bu. O'ynali juda nozik. O'lib ketadi. Ikkinchisi bunaqa junli, ya'ni junli, keyingisi bunaqa nima narigi shunaqa taxtali, ikkinchisi taxtali, qo'lida sal chorlatadi, muzli, keyingisi prizmarinli o'lim, keyingisi magma, keyingisi bunaqa ender What? Bro, what are you talking about, man? buyam o'zgacha yaxshi. Keyingisi qo'ziqorin blokli, qo'ziqorin blokli, keyingisi What? Bro, what are you talking about, man? hamma xohlagan manigalarni yasalyapti. Mana vul, julliyam hamma o'sha jundan yasalyapti. Men ham bitta misol ko'rsatdim. Keyingisi oltin, hali eritilmagan blok yasalgan emas. Temir keyin dengizda qardagi cho'noqlar, marjonlar degan cho'noqlar, marjonlar. Keyin gubka bundan suvoq tarvuzda bunaqa katta narsalar oz bo'larkan. Honeycomb eng yomon ko'rgan hayvonlarimdan biri slime. Buni ichidan urib ketaveradi yana arqonlar. Keyingisi blokli, keyingisi somon, keyingisi uydagi keyingisi jon ko'proq 140 tam ko'rdim jon. Keyingisi chiroqli, bu kechqurun yonib turadi. Kechqurun yordam beradi. Keyingisi pentel, eng qizig'i bu o'rtasidan jang qilsa hech qanaqa urmasdan portlab ketadi. Keyingisi bunaqa pechkali, bundan foydalanib bo'lmayapti, lekin kuchi bor buniki. Bundan keyin bunaqa gvardiyalarda uyda chiqadigan shunaqa chiroq mana. Bu ham yaxshi, bu ham yoritib turadi. Keyingisi cho'lni qattiq bloklaysiz. Qizil qilmaysiz, keyin bunaqa oq qilmaysiz. Oq buni. Keyingisi g'ishtlaysiz mana. G'ishtda ham bunday qo'lda katta bunaqa narsasi bo'ladi. Kuchli, lekin joni kam buni. Keyingisi bambukli ham yaxshi. Buni joni kam, keyingisi bilan nezerga qilmaysiz. Qattiqroq sal. Keyin bunaqa polishdan zet degan blok bor, shu bloklar yasalgani, buni ham qo'li kattaroq. Keyingisi bunaqa beryoza daraxti. Oppoq bo'larkan, keyingisi savanna. Keyingisi bu xullas qanaqa daraxtligini bilmadim. Keyingisi mana Dark Forest o'rmonidagi taxtali golem. Keyingisi Nether brick. Ya'ni Nether'dagi fortressda chiqadigan buni ham yaxshi. Mana Shulker. Shakllarga bu ham intilib ko'riladi. Buni joni ancha ko'p ekan. Men kitobda ko'rdim, hozir. Keyingisi ko'mir blokli. What? Bro, what are you talking about, man? Oltindan bu kuchsiz lekin tez o'lib qoladi. Oddiy temirchilar ham bemalol qozadi. Karsli oppoq bo'larkan, lapis yuzli.
Ularda urushtirib ko'ramiz hali. Vallah o'g'aning ko'payib ketganda. Biz o'zimizdan norozi temir golem. Negizi mana jitellar yoqtiradigan golem bo'lishi kerak aslida. Emas, bu bo'lishi kerak. Jitellardan ko'plik golem. Keyin esa almas degan diamond. Buni joni ko'p. Bemalol bitta lardi qo'yiladi. Keyin esa nezrit blokli. Buni joni ancha ko'p buniki. Almasligini oladi. Keyin esa bunaqa loyli. Bittasida gullar chiqib qolgan. Lekin tezada. Keyin esa bunaqa nether ward deydi-yu. Nether sohillari bo'ladi. Shunaqa nima qiladi. Keyin esa o'sha ko'k mana. Keyin esa bunaqa kelibdi men ko'pda ko'rdim. Joni juda ko'p ekan buni. Bu anti narsalardan yasalsa ancha joni ko'p ekan. Keyin esa debris mana bu ancha zo'r o'yin. Warden'da ichidan chiqadigan golem bilan solishtirganda zo'r o'yin qo'yish ozgina bor. Biza yig'lagan obsidiyanniki. Buni joni ancha ko'p ekan. Mana buni oddiy obsidian bilan urishib qo'yganda bu yutib qo'ydi degan. Yana bir ko'rsataman. Men bakadash ijroq qo'ygandim mana hop. Vallah shunchasi chiqdi. Faqat bittasi qoldi. Ikkitasi qoldi. U ham bo'lsa bedrock desa umid qilaman. Ikkita golemlarimiz bor. Buni o'qiymiz. Hop, birinchisi mana bedrock golem. Buni umuman bu boshqa golemlar buni ura olmaydi. Hop, keyingisi mana bunaqa. Garchi buni ham yasaman chunki yasash bu yasab bo'lmaydi-yu mana. Qo'ydi bu. Ham shu buni golem keltirgan. O'shanga buni bo'ldi. Shu golemda yana 5-6 ta bloklar qoldi. Men ularni yasashga erindim vallah. Hop, endi mana birinchi mana vardan olamiz. Ben sizlere kitabımı götüreyim birinci. Kitabı haydi. Mana yasalish bor golem spell degan yasalishni götürdüm. Bu kerak. Ben kerak. Bu kerak. Kim versek crafting table qo'ysalar ma'lum qilib pad qog'oz keyin redstone keyin emas siyoh qo'ysalar golem spell chiqadi. Golem spellni spell oddiy o'zimiz o'ylagan qovoqqa qo'ysalar mana chiqadi bu. Shunaqa sehrlangan qovoq chiqadi. O'sha golemlar yasalishi xush kelibsan. Yangicha qo'shimcha golemlar kelyapti. Bu kitob yordamida sen yasalgan golemlarni o'sha ko'ra olasan deyapti. Xullas mana shuncha golem shuncha aynan qiladi. Hammasini ko'rsatib chiqaman. Shuncha narxlar bor bitta. Kim bitta mana yasash tartibiga mana bitta qanday yasalishni shuni qo'ysa shunday bo'ladi deb. Kim bitta oddiy o'shanday bloklar bilan yasaladi. Keyin mana o'sha qancha joni borligi, qancha o'sha kuchi, qancha atak berishi degan har xil o'sha tentali, asalli, tarvuz. Undan keyin ularda o'sha alohida ko'rsatmaganda shuni chiqargan. Bitta har xili bor edi. Mana buni joni 54 ekan, 54 ta joni bo'lgan. Buni 80 ta ko'p deymiz bizlarga. Buniki 24 ta. 104 degan buniki ancha ko'p ekan. Yana muz, bunaqa marjonlar, konkretlar. Yana bunaqa narsalar 68 ta urgan, 88 ta. Urnishdagi yaxshi. Yaxshi degan bu. Mana bunaqalar bor edi, yasab ko'rmadim. Biz bunaqa kelinadi. Qubaqa chirog'i, kvarts 112 ta ekanda, prismarin 34 ta, endstone, bone golem, glowstone. Ular shunaqalar har xil ko'p. Mana buniki 106 ta ekan, mana buniki 120 ta ekan. 120 ta. Biz mana keyin buniki 290 ta. Hop, endi jo'raolamiz mana. Ulardan olaylik-da. Hop, mana bir barcha o'rib chiqamiz. Warden ham olaylik kerak bo'ldi. Bu mana birinchi hop. Mana shu Warden bilan urushtirib ko'ramiz. What? Bro, what are you talking about, man? Hozir bitta hammasi yoqishadi ular. Sal boshqa joylarda endi. Olaylik tez bu yerda qilamiz. Qo'yamiz keyin qizil pepper o'qiyman.
Joy and love, your love is true. I know you are the best thing that has happened to me. I get bound, bound, and Oldu. Yaxshi lekin. Endi bu yoqqa boraylik-da. Hozir mana bitta bu bilan urushib turamiz endi. Bu bilan kvas qilamiz. Kvas qancha qayerda o'zi mana hozir obsidian bilan urushib yuraman. Nima degan bu? Obsidian mayli. Obsidian. Hareketli jang. Jangga qatnashib. Bu yutaka. Ya'ni noto'g'ri jonimga qilib qo'yganman. Keyin mana bu stone maniga o'rnatib mana shuni qo'yib o'tirayin. Mana yo'qmi? Yo'q o'ralgan. Maniga bormayapti-da. Bundan mana bo'lagan. Endi o'zim. Keyin o'zim endi ancha kuchli lekin vallah. Bizlar bo'shab turganlarda darkness berib yuboryapti qorong'ulik. Hozir qaysini iste'molchini mayka o'sha terib chiqargan narsani ingliz va yaram ekan. Buni qancha ketadi? Mana 300% ularni. Bu bilan bu yonda o'raldi. Qayerda endi prizmani bilan center vardim qo'yamiz.